Demak, 7-sinf O'zbekiston tarixi 3-mavzu ilk o'rta asrlarda Xorazm xiyoniylar, kidariylar davlatlari. Xorazm davlatining tashkil topishi. Zaiflashib borayotgan Qanq davlatidan birinchi bo'lib Xorazm ajralib chiqadi. Uni mahalliy afrag'iylar sulolasiga mansub Xorazmshohlar idora qila boshlaydi. 3-asr o'rtalarida Xorazm davlatining poytaxti hozirgi Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida joylashgan qadimgi tuproq qal'a shahar xarobasining o'rnida bo'lgan. Afrag'iylar Xorazmda 4-10 asrlarda hukmronlik qilgan Xorazmshohlar sulolasi. Sulola asoschisi Afrag', Burgut va Lochin Xorazmning hukmronlik ramzlari. Milodiy 305-yilda Xorazmshoh Afrag' o'z qarorgohini Xorazmning qadimgi Kat shahriga ko'chiradi. Kat qayta tiklanib, shoh o'ziga yangi saroy qurdiradi. 305-yildan boshlab Xorazmning afrag'iy shohlari kumush tangalar zarb etganlar. Tangalarning oldi tarafiga shoh surati, orqasiga esa suvoriy surati tushirilgan. Kumush tangalarning zarb etilishi mamlakatning ichki va tashqi savdo munosabatlarini mustahkamlagan. Hukmdorlar Xorazmshoh unvoniga sazovor bo'lishgan. Xorazmshohlar unvonini dastlab Siyovushlar sulolasi tomonidan qabul qilingan. 3-asrda Xorazm hududida bir nechta mayda hokimliklar mavjud bo'lgan. Tuproq qal'adan qo'lida burgut qo'ndirilgan tojdor hukmdor yoki Anqa qal'a yaqinida esa qo'lida lochin tutgan tojdor kishi tasviri tushirilgan tanganing topilishi shubhasiz hukmronlik ramzidan dalolat beradi. Xorazmda sug'orma dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilik va savdo-sotiq, ilm-fan, san'at, xususan haykaltaroshlik yuqori darajada rivoj topgan. Xorazm xiyoniylar, kidariylar, iftallar hamda turk xoqonligi davrida ham o'zining siyosiy mustaqilligini saqlab qoladi. Xorazm Vizantiya va turklar bilan diplomatik aloqalar olib borgan. Xiyoniylar davlati 4-asrning 70-yillarida 5-asrning ikkinchi yarmigacha O'rta Osiyoda xiyoniylar hukmronlik qilgan. Bu davlatga turkiy qabilalaridan xiyoniylar asos solgan bo'lib, davlatning markazi Zarafshon vohasida bo'lgan. Xiyoniylar dastlab Zarafshon vohasini egallab, janubga harakat qilishgan va ancha zaiflashib qolgan Kushon podsholigi o'rnini egallagan. Markazi Toxariston bo'lgan Shimoliy Hindiston, Afg'oniston, Xorasonning bir qismini ham o'z ichiga olgan xiyoniylar davlatini barpo qilishgan. Ushbu davlat 120 yildan oshiqroq faoliyat yuritgan. Kidariylar davlati 5-asrning 20-yillarida sharqdan Sirdaryo va Orol bo'ylari orqali Xorazm hamda Amudaryo havzasiga yana bir ko'chmanchi chorvador aholi toxarlar kirib kelgan. Toxariylar Kushonlarning avlodlari bo'lgan. Ularga Kidar ismli hukmdor boshchilik qilganligi uchun ularni kidariylar deb ham atashadi. Tez orada kidariylar xiyoniylar davlatining janubiy qismida o'z hukmronligini o'rnatganlar. 456-yilda kidariylar va sosoniylar davlati o'rtasida to'qnashuv bo'ladi. Bu to'qnashuvda kidariylar davlati sosoniylardan yengiladi va o'zini qayta o'nglay olmaydi. Kidariylar ko'chmanchi chorvador aholi iftallar bilan to'qnashi natijasida Shimoliy Hindistonga chekinadilar va u yerda 75 yil hukmronlik qiladi. Balx shahri bu yangi davlati poytaxtiga aylantirilgan. Demak, hozirgi mavzumiz mana shulardan iborat.